Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida joylashgan harbiy qismda Jasorat uchqunlari harbiy vatanparvarlik va sport musobaqasining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada Jasorat maktablarining 5-9 sinf o'quvchilaridan tuzilgan jamoalar o'zaro bellashdi. Musobaqada viloyatdagi Jasorat maktablaridagi o'quvchilardan iborat jamoalar o'zaro bellashdi. Har bir jamoa 8 nafar ishtirokchidan iborat bo'lib, ular saf tayyorgarligi, tibbiy bilim va amaliy ko'nikmalar, robototexnika, huquqiy savodxonlik hamda milliy sport o'yinlari yo'nalishlarida o'z mahoratini sinovdan o'tkazdi. Musobaqaning aynan harbiy qismda o'tkazilgani o'quvchilarga chinakam harbiy muhitni his etish imkonini berdi. Har bir shartda qatnashchilar nafaqat o'z bilim va ko'nikmalarini, balki jamoa bilan ishlash qobiliyatini ham namoyish etishga harakat qildi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rin Xovos tumanining 1-maktab Jasorat sinfi o'quvchilariga, 2-o'rin Guliston shahrining 16-maktab Jasorat sinfi o'quvchilariga mutlaq g'oliblik, ya'ni 1-o'rin Mirzobod tumanining 3-maktab Jasorat sinfi o'quvchilariga nasib etdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Musobaqani turniket bog'lash shartlari, arg'imchoqda sakrash va yana arqon tortishlar bizga juda ham qiziq bo'ldi. Jamoamiz bilan biz birdamlikda harakat qildik va mana shu yutuqlarga erishdik. Shu tariqa g'olib jamoa Jasorat uchqunlari harbiy vatanparvarlik va sport musobaqasining respublika bosqichida viloyatimiz sha'nini munosib himoya qiladi. Nigora Imomqulova, Oybek Isayev, Sirdaryo yoshlar.